3 ta disklar zakaz qildik, o'shalar keldi. O'shani keyin obzor qilamiz, raspakowka qilib. Raspakowka qilamiz. Shuni olib keldik. Buni ochib ko'ramiz. Qilingan ekan hozir. Video yoqsa like bosib ketinglar. Sizlarga ichidan ashtislar chiqdi. Endi buni salafanni olib bemalol ko'ramiz. Video yoqsa like bosib ketinglar. Sizlarga katta yordam bo'ladi. 1 so'm pul olmaymiz. Bittadan boshlaymiz. Virtua Fighter 5-chast. Xo'p, ichida disk bor ekan, Street Fighter Tekkenga qarshi. Xo'p, bu yerda manuali bor. Oq qora bo'lsa ham bor. Kings Tomb Raider. Disk yaxshi. Manuali yo'q. Sacred 3 First Edition birinchilardan ekanda. Ichida hop Call of Duty Black Ops chiqdi. Demak, ichidagi o'yin boshqa. Sotgan odam ham bilmaydi nimaligini. Hop, karta bor, bu yaxshi. Disk yaxshi holatda. Keyingisi Resident Evil 6-chast. Hoppa, disk juda ham yaxshi holatda. Keyingisi Uneasy. Disk yaxshi, ideal holatda ekan. Keyingi o'yin Army of Two Devil's Cartel. Disk juda ham yaxshi holatda albatta. Bu ham yaxshi o'yin. Need for Speed Undercover. Manuallari bilan turibdi. Manuali ham qalin. Disk ham yaxshi holatda. Keyingisi Man is Black mi? Alien Crisis. Люди в черном. O'yini. Manual yo'q, disk ideal. Afsuski manual yo'q. Hop, PES 2012 va PES 2011. Boshqa yo'qmi ichida? Yo'q. Demak, bitta disk bittada. Keyingisi Lego Jurassic World. Lego o'yin. Yosh bolalar ham, kattalar ham o'ynaydigan o'yin va bizda demak so'nggi o'yin Air Conflicts Vietnam. Bu sal retkiroq o'yin. Topsa bo'ladi. Lekin fakt shuki retkiroq o'yin. Disk juda ham zo'r holatda. Demak, bugunga mana shuncha disklar kelgan ekan, shuni raspakovka qildik sizlar bilan. Hop. Kanalga obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like bosing, do'stlarga ulashing. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozing, Telegramga buyurdi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, paka.